Xalqimiz ardog'idagi ko'plab san'atkorlarning hurmatiga erishgan, foydali, ibratli roliklari bilan o'zlarini YouTube'dagi katta filmlar bilan mashhur bo'lgan Afzal aka bilan yuzma-yuz ko'rishdik. Assalomu alaykum aka. Sog'ligingiz yaxshi. Rahmat, sog' bo'ling. Aka. Tanishganimdan xursandman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xudo xolasa ishlarimiz manfaatli bo'lsin aka. Amin. Aytganingiz kelsin. Hammamizga foydali bo'lsin. Men to'g'risi aka ozgina dilim og'rigan joylari bor edi. Bir yaxshi inson sabab siz bilan tanishdik. Mana hozir baylashdik. Menga narx-navolar yoqdi. Hammaga taklif qilaman, o'rtoqlar. Men juda ko'p joylarga bordim, juda ko'p narx-navolarni surishtirdim, lekin bunaqa narxga hech kim chiqarib bermadi. Shuning uchun hozir mana akam keldilar, o'lchadilar. Hozir hamma narsasini kelishib oldik. Hamma o'lchovlar chiqdi. El yurtnikidan pastroq narxlaringiz. Men hayron qoldim aka, to'g'risi. Men chunki Namanganga borib ham qiziqdim. Shuning uchun sizga